tordagi pinglonchuda sizlar tushunmayotgan, bizning o'rganayotgan kitoblarimizda uchirmaydigan, ya'ni torda moda bo'lgan so'zlarni o'rganaylik. Masalan, shu baylan degan mav so'z bo'lsa, o'zini tashib etish yoki ulgini setish degandek ma'nosi bor. Masalan, bu yo yiyuda kunanchi baylan, qiyinchilik uchirsangiz ham o'zingizni tashib etmang deganni bildirdi. Bu yo yiyuda kunanchi baylan, qiyinchilik uchirsangiz ham o'zingizni tashib etmang. Yana bir so'z puofang. Puofang deganimiz amdalqa bardoshlik beramaslik deganni ko'rsatadi. Bu amdi masalan birasini tillab vangba o'qib ketgan bo'lsa torda, andan bu vangba o'quvchiga odammi o'zini besib olamay uning bilan tilishib ketgan bo'lsa, andan bizlar uning nisbatan ta puofanglar deb bunday ifoda bildiramiz. Endi nima degan gap deganda, o'zida shunday illat bo'lg'ashqa, shu o'zini tutamay qoldi, o'zini oshkorlab etdi, o'zini tutamadi deganni bildirdi. Masalan, ta puofanglar degan pinglonchi qarsanglar mush gapni bekcha uchirtamiz. Ta puofanglar o'zini tutamadi, o'zini tutamay oshkorlab etdi deganni ko'rsatadi. Shijin degan bu so'z endi odamni sifatlaydigan bir sifat bo'lib, qattiqliqi o'yinchi, o'yin qo'shiq usta, artist deganni bildirdi. Masalan, ta jianzhi 就是一个戏精，他简直就是一个戏精。bu zadi bir artistning o'zilam demakchi, o'shoqchi qiliqlarichi, har xil qiliqlarni chiqarib o'zini ko'rsatib turadigan va yoki artistlik qilib turadigan deganni bildirdi. Yeni masalan shu neyjuan degan gapning ishlatish o'rnimi bir qadar ko'p. Asosliq biz egallab olish tegishli bo'lgan ma'nosi bo'lsa, shu o'zaro ishki jihatda baslashish, raqobatlashish deganni bildirdi. Masalan, 不想参与内卷，只想安安静静的过日子不想参与内卷mening buni ishga baslashishga chetlab qolg'im yo'q, qana 只想安安静静的过日子, faqat tinchlam kun o'tkazgim bor. Endi masalan, mo'yu deganimiz endi xizmatda urunlik qilish, alvang ish qilib kun o'tkazish deganni bildirdi. Ko'z bo'yamchilik qilish degandek-ku. Masalan, 工作的时候不要摸鱼，要认真干dedi. 工作的时候 xizmat qilgan chog'da 不要摸鱼undaq alvang ish qilib o'rinliq qilmay, yo rinjingan astaydil ishlang. Shönyo deganimiz bu turgun deganni bildirdi. Ya'ni shu jamoat aloqasiga yomon, boshqalar bilan altak muomala qila oladigan deganni bildirdi. Masalan, 他是一个社牛，很容易跟别人聊起来他是一个社牛，u bek bir turgun aloqa qilish usta odam, qana 很容易跟别人聊起来. Asallan boshqalar bilan paranglashib ketadi. Am shekong bo'lsa bu shu qo'rqish, ya'ni boshqalar bilan aloqa qilishdan qo'rqish, sal tortinchoq deganni bildirdi. Masalan, 我有点社恐，不太敢跟陌生人说话我有点社恐masalan, mushtaq jamoat aloqa qilishdan, boshqalar bilan aloqa qilishdan qo'rqman, 不太敢跟陌生人说话, notanish kishilarga gap qilishga petnamayman deganni bildirdi. O'rganib oldinglarmi? Bir takror qilib o'taylik. Shönyo bilan shekong ikkisi qarama-qarshi so'z bo'lib, shönyo deganimiz boshqalar bilan aloqa qilishga mohir, altak mijozlik deganni bildirdi. Shekong bo'lsa boshqalar bilan aloqa qilishda xijilchan, tortinchoq, sal qo'rqanchoq degandek aloqa qilish qo'rqanchoq deganni bildirdi. Neyjuan bo'lsa mush ishki o'zaro baslashish deganni bildirdi. Mo'yu bo'lsa o'rinliq qilish, xizmatda o'rinliq qilish, alvang ish qilish, ko'z bo'yamchilik qilib kun o'tkazish degandek ma'nosi bor. Uningdan sirt shijin deganimiz artistlik qilish, o'yinijiq, o'yin qo'shiq usta deganni bildirdi. Puofang o'zini tutamaslik deganni bildirdi. Baylan bo'lsa o'zini tashib etish deganni bildirdi. Endi gangjin degan so'z unutib qolibman. Gangjin degan boshqalar bilan o'zangi so'qashtirib yuradigan gap tapqoq deganni bildirdi. Juma masalan, 他总爱抬杠，大家都叫他钢筋dedi. 他总爱抬杠oshina o'zangi so'qashtirib so'qishni yaxshi ko'rdi. Ko'pchilikning hammasi uni gap tapqoq deb ataydi, ya'ni chota gangjin urushqoq gap tapqoq deb ataydi demakchi. O'rganib oldinglar. Mushu so'zlarning hammasi torda mod bo'layotgan bizning kitoblarimizda bizga uchirmaydigan so'zlar. Cho'qim yaxshi egallab olinglar do'stlar. Andan keyin bizning grammatik darsimiz bilan ingliz tilini kuchaytirish darsimiz 3 oylik elib beriladigan bo'lib, mushu dushanba kuni boshlanib ketadi do'stlar. Qatnashadiganlar menga darhol bosh betdagi undar bilan aloqa qilishing